it topmoq joyga keldik. Burası ham yovvoyi joy ekan. Hammani solib o'tiribmiz, endi ko'ramiz. O'ta yovvoyi. Kelish qiyin joy ekan. Bu kameraga gapiryapti. Changal zo'r ekanda, qarang bellar. O'ta hilvat joylar ekan bu. Umuman birovga hisobga kelmagan ekan. Desa ham bo'laveradi. Bu yoqqa o'tib bo'lmaydi. Hojati ham yo'q ekan bu yoqda. Bu yoqqa o'tib bo'lmaydi ekan, o'tishda ham hojati yo'q. Bu yoqqa o'tib bo'lmaydi ekan, o'tishda ham hojati yo'q. O'sha yo'l tugabdi. Böyle yaxshi tanishtirib ko'raman shu Andijondan Qo'qon tomonga yurganingizda yo'lda qon torg'izi o'ptimi bor. Ashaga bir 500 metr yetmasa o'ng qo'lga ko'cha bor. Shu yerdan kelib to'g'ri kelsanglar, bunaqa go'zal joylar bor. Mana baliqlar ko'rinib turibdi, ko'pligi maydalari. Chuqurligi ham yaxshi. Endi kunduzi baliq cho'chiydi. Agar kechasi kelsangiz bu yerga nihoyatda yaxshi ekan mana. Baliqlar ko'rinib suv tiniq nihoyatda. Faqat jim poylab o'tirish kerak. Jimjitlik kerakda baliqqa. To'polon qildingiz qochadi. Shirin bog'da qayerga ketib qoldi? Tepaga ketib olibdi ancha. Iloji boricha ochiq joyga emas, qamishlar orasiga solish kerak. Ochiq joyga chiqmaydi hozir baliq. Mana keng joylar bor mana. Suvdagi ko'rinib turibdi. Lekin katta baliq ko'rinmaydi. Ko'ryapsizlar. Bunaqa behiq joylarga solish kerak mana. Ko'ryapsizlar. Mana mayda nachopka qilishga ko'rinib turibdi. Kechasi sharpalar ko'rinmaydi, kechasi katta baliq yuradi deydi. Endi kunduzi hozir Hurkitda suv tiniq ko'rinib turibdi. Endi harakat qilamiz bari. Boricha ko'raylikchi.
Sizlar tanishtirib yuribman yana. Bu odam ko'p yurar ekan, baliq tutmaydi ekan deb. Ko'pchilik uzoq qoldiryapti. Sizlar tanishtirib o'tyapman. Shtobi kelganlarda qiynalmanglar. Buni qarang, mana zo'r joylar. Bu yerlarga oldin kelganmiz. Ancha bo'ldi. Baliq ushlaganmiz. Endi undan beri nima ahvol? Lekin tok solinmagan aniq, chunki mayda baliq ko'p ekan. Endi katta baliqni beda. Kech kuni solish kerakmi, bilmadim. Ko'ramiz ya, xudo xolasa. Yangi joyga keldik, zakanlarning orasiga. Mana. Endi zakantagi ko'rinib turibdi, suv tiniq. Endi baliq ham yurgani qo'rqsa kerak edi buni. Bunaqa joyga kechasi kelish kerakmi? Lekin mayda baliq ko'p ekan. Hozir yangi joyga ko'chdik. Katlamanda uncha ishimiz yurishmadi. Bu yerga keldik, mana bu yerlar ham yaxshi joy ekan. Men oldin kelmagandim bu yerlarga. Lekin sheriklarim kelgan ekan. Shu yerga keldik, mana zakanga. Qamalak solib qo'ydik, endi ko'ramiz. Bilinib turibdi, juda ko'p baliqchilar bu yerda o'tirgan mana. Xudo xolasa. Yaxshi yovvoyi joy ekan. Natija bo'lsa albatta ko'rsatamiz. Sizlar bir tanishtirib qo'yay. Keluvchilar bo'lsa mana shu tanib olsanglar kelaverasizlar mana. Har yerda mana joy ochib qo'ygan ekan. Xudo xolasa. Mana yaxshi tinch joy ekan, xudo xolasa bo'ladi inshaalloh. Qamalada endi solib qo'ydik. Endi ko'proq men qalmog'im sazanga moslashgan. Ilon bosh bu yerda ko'p deyishyapti, ko'ramiz. Ilon boshga bitta qalmoq solib qo'ydim, chuvalchang solib. Ko'ramiz, xudo xolasa.